Namangan xalqaro aeroportidamiz. Boisi barchangizga yaxshi ma'lumki, Navro'z Cup 2022 xalqaro o'rtoqlik turniri Namanganda tashkil etilgan. Aynan ana shu turnirda ishtirok etadigan O'zbekiston, Qirg'iziston hamda Uganda terma jamoalari vakillari o'tirgan samolyot hozir Namangan xalqaro aeroportiga kelib qo'ndi. Biz esa ana shu jarayonlardan qizg'in lavhalarni sizlarga xalqaro aeroportiga kelib qo'ngan samolyotdan mamlakat terma jamoasi vakillari tushmoqda. Demak, biz ularni kutib olamiz yuqori kayfiyatda, guvohi bo'lishingiz mumkin jarayonlarga. Marhamat. Kayfiyat qay darajada? Tamam emas, Allohga. Turnirga tayyormisizlar? Inshaalloh tayyormiz. Muxlislarga qanday sovg'alar bor? Sovg'alar endi g'alaba bo'lsa, inshaalloh sovg'a bo'ladi. Azizbek, kayfiyatlar qay darajada? Yaxshi, rahmat. Namanganga tashrif qay darajada bo'lmoqda? Nimalar kutmoqdasiz Namangandagi Muhit ajoyib bo'ladi deb o'ylayman. Xudo xolasa muxlislarimiz qo'llab-quvvatlaydi deb o'ylayman. Albatta, muxlislar sog'indik. Namanganda to'p surishni sog'indingizmi? Albatta sog'indik. Xudo mezbon xolasa sifatida. Xudo xolasa yaxshi o'yin ko'rsatib, muxlislarni xursand qilamiz. Omad. Rahmat. Sog' bo'ling. Shunaqangi gaplar do'stlar. Jaloliddin, kayfiyatlar qay darajada? A'lo darajada. Muxlislarga qanday sovg'alar bor? Xudo xolasa chiroyli g'alabalar. Omad. Barcha biladi, Namanganda futbol bo'ladi desa qanaqa muhit bo'lishini, shuning uchun. Umuman bu turnir Namanganda bo'lishiga qanaqa qaraysiz? Ajoyib fikr. Har doim pozitiv qaraganman o'sha viloyatlarda o'yinlar bo'lishiga, chunki Bilyapmizki, so'nggi paytlarda Romada zaxira o'rindig'ida qolib ketyapsiz. Ko'p uchrashuvlarda bu terma jamoadagi o'yiningizga ta'sir qilmaydimi? endi ta'sir qilmaydi degan umiddaman. Endi baribir albatta o'yin nima deydi, praktikaga chiqmasligi mumkin, lekin o'zim yaxshi tomonini ko'rsatish kerak. First of all, I would like to use opportunity to Birinchi navbatda men bizni taklif qilgan O'zbekiston Futbol Federatsiyasiga o'zimning minnatdorchiligimni bildirib o'taman.
va bu o'ylaymanki bu musobaqa yozda bo'lib o'tadigan musobaqamizga ko'prik bo'lib vazifa o'tab beradi. Of course, first of all, Srečko Katanec is my former countrymate. I know him from childhood. Men jamoangiz haqida ancha ma'lumotga egaman, ayniqsa sizning bosh murabbiyingiz Srečko Katanec haqida ancha ma'lumotga egaman, chunki u mening vatandoshim bo'lgan va bolalikdan do'stim bo'lgan. Lekin maydonda do'stlik bir yoqda va siz jamoangiz bilan bir yoqda va ishonchim komilki sizlarni sifatli treneringlar bor, chunki u qilgan o'tmishda qilgan ishlari va yetishtirib chiqargan futbolchilari shundan dalolat beradi. Ular men haqimda bilgan ma'lumotdan ko'ra men sizlar haqinglarda va jamoanglar haqida ko'proq ma'lumotga egaman va o'ylaymanki, fikrimcha bu ma'lumotlar emas, maydondagi o'yin hal qiladi hammasi. First of all, my brothers from Ghana have told me. Men mamlakatingiz va shahringiz haqida sheriklarim va do'stlarim tomonidan va siz haqingizda berilgan iliq fikrlar, ya'ni mehmon do'stligingiz, xushmuomalagingiz haqida ko'p eshitganman. Hozirgi paytlarda dunyoda meni qo'limda odamlar uchun qila oladigan bittagina yaxshiligim bu futbol, yaxshi futbol namoyish etish. Va umid qilamanki, kelajakda biz o'zimiz futbolimiz orqali dunyoga va sizlar haqinglarda va o'zimiz haqimizda yaxshi xabarlar yetkazamiz degan umiddaman.